imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim qul huvallohu ahadni oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh taolo unga jannatdan bir qasr quradi. Imom Tirmiziy qilgan rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar: payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan yurib borar edim. U zot bir odamning qul huvallohu ahad, Allohu samad deb qiroat qilayotganini eshitib, vojib bo'ldi dedilar. Ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dedim. Jannat dedilar. Yana imom Tirmiziy Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda kim har kuni qul huvallohu ahadni 200 marta qiroat qilsa, 50 yillik gunohlari o'chiriladi, magar qarzi bo'lsa deyilgan.